yurgan chetaklar otasiga rahmat, ishlaring rivojini bersin. Onasiga rahmat. Menga ishonib pulni men shu xalqning oldida shu va'da berib, ishonch bilan aytaman, sizlarning bir ton pullarini xiyonat qilarim yo'q. Va bugun yutuqlaring bilan hammani tabriklayman. Nasib bo'lsa bu ko'cha qo'yilama, boshqa ko'cha qo'yilama, shu ko'chaga senlar qanday chopqimizin shuni chalishga birga bo'lishga ko'cha bilan qo'shilib va'da beraman men. Bizim mahalla Allah etmezsem. Yende keyingi söz. Şaşmayın. Keyingi sözümüz, bunu söz beramiz. Zafer degan yigit 24 soat ko'chada yotdi, xotinni ham oldiga bormadi. Ana shu yigitga so'z beramiz. Zafarjon keling. Zafarjon keling. Mana ancha mehnat qilgansiz. Keling. Mana shunday yuzlanib gapiraylik. Mana sizdan. Mana shu yigit mehnat qildi. Otasiga rahmat. Otasiga Rossiyada ukasi bor. Malades. Bolalarning baxti sog'ama zo'r yigit bo'lsin. So'z sizga. Va mahalladoshlar hammaga katta rahmat. Yoshlar, qariyalar, sponsorlar, boshqa hamma yosh maktab o'quvchilari ham bor, rahmat. Xudo xolasa yoshlarga, endi qariyalarimiz bari bormaydi, yoshlarga hamma shu birga beraylik, xudo xolasa. Hammaga rahmat kattagan. Hech kim tinim bilgan yo'q. Bu yerda yoshi katta mana yangalar, opalar bor mana. Bugun bozor bir kishidan ovoz olib bir kishidan bir yilanib ovozlar biz toyar nima deydi? Do'shi jo'gida biz. Do'shin jo'gi. Ham pul beramiz deb bilanamiz. Hammaga rahmat. Bu ovoz olishni ko'rdi. Bu yomon desa men birinchi marta ko'rishim. Lekin do'shin jo'gi bo'ldi. Hammaga rahmat. Akalar, ukalar, opalar, singillar nasib bo'lsa bundan keyin ham shunday birigib birgalikda ko'rsataylik. Qanday bo'lishini. Mana ko'rdik. Xudo xolasa men asfalt biladimi? Mana shu asfalt 70 yil, 80 yilga ketadi, xudo xolasa. Kim bor, kim yo'q, xudo boshqa. Birga birlik, hammaga rahmat akalar. Obod güzel. Bizim mahalla obod güzel. Otasiga rahmat. Keyingi so'zimizni Muzaffar aka Niyozov domlamizning o'g'li odamlar bilan tortishib, ko'palashib ovoz yig'di, lekin otasiga rahmat rozilik bilan oldi. Yangisini qaytadan kelaman deb qo'ydi.